Akalar, assalomu alaykum. Sizlar uchun harakatdaman, sizlar uchun video syomka qilyapman. Prosmotrlar bo'lyapti, lekin like-dan qo'llar barmoqchalaringiz bilan erinyapsiz. Erinmanglar, iltimos qilaman sizlardan. Poddeshka qilib borsalaring, immindan mana shu mavzuni ko'proq qilib yoritib boraveraman. Sizlardan ugina, mendan bugina. Ko'ryapsiz, bitta like bossangiz, nima o't-butingiz kamayib qolmaydi-yu. Big'atdan deydi-ku. Tak. Chorvadorlar akalarga. Mana bu byudjetni varianti sizlar uchun spesialni. Rossiyskiy tovarga ko'p akalarimiz уже eskidan o'rganib qolgan odamlar bor. Rossiyskiy mahsulotlarimizga hozirgi ko'rsatayotgan mahsulotlar, tovarlar faqatgina Rossiya va Turkiyaning mahsulotlari hisoblanadi. Va bu tovarlarni hammasiga biz hozir kunda aksiya qo'yganmiz. Har bittasi narxi bilan qo'ldan kelgancha, aqlim yetgancha tanishtirib chiqaman. Qani ketdik. Aziz do'stlar, bu narsa bittalik maslinni deydi ko'p akalarim mendan. Maslinni apparat ber deydi. Mana maslinni kichkina kompaktni, marhamat. Takoy, mana hattoki yoqchasi bilan beradi. Mana yoqchasi. Fermer kompaniyaniki 1 yil garantiya. Bun bilan qo'shib, mana shu apparat bilan qo'shib komplektida buni pulsatori va soskalari bilan, rezinkalari bilan bo'ladi. Mana shu shlangalari bilan bo'ladi. Narxi 4,5 million so'm. Endi menga alyumin bak kerak emas, menga Turkiyaning mahsuloti kerak degan akalarimiz uchun пожалуйста, mana Melasti kompaniya, Melasti bilasizlar, уже O'zbekistonda raqobatlashish bo'yicha o'zini o'rniga ega, xuddi Mercedes, BMW, Audi'ga o'xshagan kompaniyalar o'zini raqobatiga ega bo'lsa, bu ham turk kompaniyalarining orasida o'zini raqobat o'rniga ega. Nimaga? Nержавейкali, statsionarniy narxi 5 million 800 ekan, общий. Juda ham qulay. Anaqa fuflo masalan, fuflo rezinka bo'lmasa plastiklar ishlatilmagan, hammasi puxta qilingan. Kelib ko'rib, men hattoki garantiyasi bilan 1 yil garantiyasi bilan beraman. Endi yana bitta narsani aytib qo'yayda sizlarga. Hozir buni aytganimdan keyin qimmat deydigan akalarga, akajon qarang, bitta narsani unutmang. 30 millionga mol olyapsiz, 30 millionga yo bo'lmasa 37 millionga mol olyapsiz. Mayli, bir emas, 3 ta 4 ta olyapsiz. Sutingiz litraji 6 mingdan bo'layotgan bo'lsa, men bu narsani oldik, men bu narsani o'zi bemalol 10 ta sigirni sog'ishga kuchi qudrati yetadi. 220 bo'lsa, har doim o'z vaqtida servisini qilib tursangiz, bemalol yetadi. Endi qimmat deyotganingizga bu hisob-kitob iqtisodiyotga ham adolatsizlik bo'ladi. Nimaga? 5,5 millionga 1 yilga hech kim sizni uyingizga sog'uvchi bo'lib ishlab bermaydi. Men gapimni ham tasdiqlab beraman. Shaxsan men ishlamayman. 12 ga bo'lsangiz ham hech kim ishlamaydi. Bu apparat olayotgan molingizga boyagi rentabilnostini to'g'rilab beradigan apparat qildi. Sizga robot sotyapmiz va garantiyasi bilan sotyapmiz. Qiynalmang, boyagi axlatlarning tagida yurib sog'ishga qiynalmang degan maqsadda shular narsani ko'rsatib beryapmiz. Ketdi mana, qaranglar. Bu ikkitalik apparatimiz turetskiy, alyumin bakli. Bu ham juda ham zo'r. Pulsatorlari уже zamonaviy LG Saxon ekan. Dahshat. Qaranglar. Buni narxi 6 million 500, 1 yil garantiya, ikkitalik. Bemalol qaranglar, ikkita bak ham bor. 30 ta, 20 ta sigirni spokойно soqsangiz bo'ladi. Suxoy bo'lsa ham, tok normasida bo'lsa bo'ldi. Keyingisi. Endi nimaga men ranglari bir xil, o'zlari har xil bo'lgani uchun sizlar o'ylamanglar, bu yerda har xil apparatlar, bir xil apparatlar to'g'ri, bir ikkitasi bir xil. Boyaga bu yerda maslinni ham bor. Moyli. Nimaga moyli ko'plar moyli olish xohlaydi? Tekstolit aylanayotgan hisobiga, tok kamligi hisobiga tekstolit ko'proq yeyilish koeffitsient oshadi va moy uni yeyilish koeffitsiyentini ozgina kamaytiradi. O'zi aslida fishkasi shunda. Va ovoz ham suxoyga qaraganda ozgina kam. Endi kam bo'lganda boyaga gushit qilinmagan demoqchiman-da. Atak bunga ham 1 yil garantiya beramiz. Hammasi garantiyni. Bular hammasi hozir kunda aksiyadagi bo'layotgan tovarlar. Buni narxi 6 million 500. Bu sporlashadigan tovar emas. Keldingiz, oldingiz, sog'dingiz, maza qilib ishlatyapsiz. Servis, shlanka, planka hamma yog'i bor. Kerak bo'lsa, agarda kim men aytayapman, maslinidan ikkitalikdan olsa, men buni o'zim bitta beraman. Mana shundan beraman. Bu antibrik hisoblanadi. O'ldirib qo'yasiz, tepayotgan bo'lsa, qanday tepmaydigan holatga kelib qoladi. Yo, bo'lmasa bir ikkita yaxshilab shapaloq urib, yana ipiga bog'lab qo'ysangiz, mol sizga indamasdan rahmat aytib sog'diraveradi. Keyingisini aytaman. Tak, men endi echki akalarimiz bor, bu yerda oramizda echki boqadigan. Hadeb molnikini ko'rsataverasan, biz ham sut olamiz. Kichkina hayvon bo'ladigan bo'lsa, sal bizga ham ko'rsatadigan bo'lsa, mana marhamat. 4 ta sog'adigan, 4 ta echkini sog'adi. Bemalol, bilasizlar, echkini suti qaymoqli, yog'li, kaloriyaga boy, boyagi
shifobaxsh bo'ladi. Пожалуйста. Echki biznes bilan shug'ullanaman deydiganlar. Vasheta echki biznesi vashta dahshat. Kam yeydi, kam kasal bo'ladi. Endi ovozga chidaydigan bo'lsangiz, ham suti qimmat bo'ladi. 1 litr oddiy moldiki 7000 bo'ladigan bo'lsa, mana 23000, 30000 atrofida bo'ladi buni suti. Пожалуйста. Ana olinglar, 1 yil garantiyasi bilan. Ichida yana nimalari bor. Unda bilan ichida hamma narsasi bor. Mana ko'rsatib, kerakli narsalari bor. Tak, mana bu cho'tkalar bor. Bu bitta bunda emas, bu hammasida bor. Ya'ni o'ylamanglar faqat bunda bor ekan deb. Garantiyasini beramiz. Bitta narsani ayting. Endi apparat aytyapman, adres qayerda degan akalarimizga Qo'yliq bilan Yangiobodda o'rtasida mahallada juda ham qiynalayotgan bo'lsalaring, nomer qoldiraman, lokatsiya tashlab qo'yaman, bemalol qiynalmasin. Bitta bunaqa tovarlar emas, hali video davomida ko'rib olasizlar qisqasi. Endi yana bitta shunaqa akalarimiz bor, qiradirliklarda yashaydi, 200 ta qo'ylari bor. 4 ta 5 ta moli bor, lekin tok yo'q. Shunisi bor. Akkumulyator bilan движение qiladi, benzin muammo bo'lmaydigan bo'lsa, пожалуйста. Mana движокda ishlaydi, 6,5 ot kuchi. Bu prямо remen bilan ulangan, os bilan. Yana bitta fishkasini aytaman. Mabodo tokli joyga kelib qoldingiz, men buni ishlatmayman deydigan bo'lsangiz, osini uzib qo'yasiz, пожалуйста, rozetkaga tiqasiz, moyini quyasiz. Nima desam ekan? 25 ta 30 ga yaqin sigirni spokойно inq qilmasdan bemalol sog'averadi. Bemalol. Qisqasi, chorvadorlarni o'z biladi. Men nima sotayotgan? Melasti brendi akalar baribir Melastida, men qaranglar, mana bu pulsatorlarni qaranglar. Mana pulsatorlar bari boshqachada, mana bu ko'ryapsizlarmi? U boshqacha brendda, mana bu ko'ryapsizlarmi? Detallar ham xuddi mana bu mashinaga o'tirganingizdan keyin Nappa koja, Alicantara deb gapirasizlar, qiziqib. Bu ham xuddi shunaqa tema. Endi bu yoqqa yuringlar. Tak, sutni sog'dingiz, sutni soqqandan keyin uni nimadir qilish kerak. Yo ishlatish kerak, yo bo'lmasa sotib yuborish kerak. Keynlarimiz nima qiladi? Ko'proq ertalabdan dasturxonga chiroyligina qaymoq qo'yish xohlaydi. Tatli qaymoqlardan. Marhamat. Mexanitskisi, separatorimiz 1,700,000. Mexanitski kuch bilan. Tok yo'q joylarda demoqchiman. Toklisi 2,200,000 soatiga 60 litr spokойно chiqaradi. Endi faqat qaymoqmi deydigan bo'ladigan bo'lsak, yana bir narsani aytib o'taman. Bular ikkalasi Xitoydagi, ruchnoy va elektrический. Rossiyaning mahsulotini xohlagan akalarga juda ham yengil va juda ham arzon, aziz do'stlar. 1 millionga marhamat, mana qarang. Voy, unaqa xapa anaqalardan emas, materialdan emas. Materiallari ham ustойчивый, bemalol, qo'ldan tushib ketsa ham bunaqa xafa bo'ladigan darajaga kelib qolmaydi. Buni ham maslahat beraman, 1 millionga aziz do'stlar. 1 million. 1 millionga odamlar nimalar qilolmayapti. Endi boyaga Saryoq viloyatda, ayniqsa Vohada, men bitta shevada gapiraman, Sorimoy deydi-ku, Sorimoyda oladigan narsa. Mana. Marhamat. Saryoqda kuv qilardi oldin ota-bobolarimiz, momolarimiz kuvda qilib olardi. Endi bunda esa bitta 220 ga tiqasiz. Ayni yerda telefon o'ynab o'tirib ishingizni bajarib qo'yaverasiz. Bu ham zo'r tema. Narximi? Narxi qancha edi buni? Aytgancha-da. Buni narxi 1,5 million, buni narxi 1 million. Unutdim. Men boya narxni попутал deb o'yladim. Bu 1 million. Bunimiz 1,5 million. Endi men bular nima ekan deb boydan bir qarayotgan bo'lsalaring kerak videoda. Endi bunimiz hozir bank yopadigan sezon bo'lyapti. Sok, kompot, boya qishga bolajonlarimiz qishda maza qilib sok ichaman deydigan bo'lsa, tabiiy mahsulotlardan bo'ladigan bo'lsa, mana shu narsa qarang. Bilasizlar, anor qisadigan kichkinagina bo'ladi. O'shani eng kattasi mana. Anorni olasiz, общий tiqasizda, qadoqlab kerak bo'lsa ishlab chiqarsangiz bo'ladi. Mana pomidorni ham общий qilasizda, sok chiqib, mana bu yerdan sok oqadi, tepaga qo'yib qo'yasiz. Общий где-то 1 kilodan tiqasizda выжимать qilasiz. O'zi og'ir, normalniy metalldan qilingan, unaqa nozik plastik emas. Mana bular hammasi sinkovka qilingan. Boyaga yatgan mahsulotingizga temirda har xil zahar moddalari tushmaydi. Toza, gigiyenичный va effektivni. Bularga endi garantiya shart emas, temirli mahsulot. Narxini aytaman, $70 dan $110 ga qadar sotuvda mavjud. Sezoni boshlanyapti. Pomidor, olma, anor, mana shunaqa sok ishlab chiqaraman deydiganlar mexanitskiy. Men elektriskini ham sotardim.
qimmat bo'lgani uchun уже olib kelishni to'xtatdik. To'g'risi, boshqa do'konimizda bor edi, men to'xtatdik. Odamlar qiziqmay qo'ygani uchun men bu effektivniy. Ayniqsa yo'lda biznes qiladiganlar uchun optim idishlarga solib qo'yasiz, xolodilniklarga solib qo'ysangiz, anor suvi, tabiiy anor suvini shaqillatib sotaverasiz. Testosteron, живой testosteron. Tak, keyingi mahsulotlarga o'tadigan bo'lsak, tanishtirib o'tdim. Da, kstati, fermer akalar, endi sizlarga yetib keldik. Men bu katta fermer komplekslarda boyagi bilasizlar, issiq bo'lyapti, уже chivinlar, pashshalar odamni ham jig'iga tegadi, molni aytmasangiz ham bo'ladi. Mol уже undan stressga ham tushadi. Agar yara bo'ladigan bo'lsa, lichinkalar bo'lib qurtlab ketadi. Buni davosi mana shunaqa narsa. Bu Kerbul kompaniyasi. Kerbul nemetik kompaniya. Bunda nima qiladi, bilasizlarmi? Bilasizlar, hozir hamma internetda juda ham moda bo'lib ketdi, anaqa shitlar chiqib ketgan, kichkinagina, ana tokli. Endi bunga mana shu bu ham xuddi shunaqa sistemaga o'xshaydi, faqatgina buni dorisi bo'ladi. Dorisini pastga, karmushkasiga sepib qo'yasiz, o'zini rozetkaga tiqib qo'yasiz, kechqurun yonib turadi nurda, chivinlar, pashshalar boradi, u yoqda til tortmay o'ladi, qisqasi. Sizlarga qisqa qilib aytganda, mana gruba qilib aytganda, agarda joyingiz katta bo'ladigan bo'lsa, molingiz ko'p bo'ladigan bo'lsa, mana buni qo'yasiz. Tak, narxlariga aytadigan bo'lsak, $80 va $140. Качество и garantiya. Bu nemetskiy narsa, bu o'zimizda chiqmagan. Olib kelayotgan, hozir sizlarga ko'rsatayotgan mahsulotlar o'zimizni davlatimizda emas, balki import qilingan mahsulotlar. Nega mahsulotlar qimmat deydigan bo'lsalaring, kimdir kallasi ishlab bir aqli tutib oladigan bo'lsa, bularga hammasiga olib keluvchi tomonidan, xarid qiluvchi tadbirkor tomonidan endez to'lanadi va shuni ham hisobotga olinglar. Biz qo'ldan kelgancha arzon qilib beryapmiz tovarlarni. Endi keyingisiga o'tamiz. Sizlarga yana bir narsa aytaman. Men ko'p chisalka chiqaraman. Chisalkani bunaqa variantini hali chiqarmagandim. Videolarda qo'yib boraman, конечно. Bu Melasti kompaniya, boyaga aytganimdek, maqtashga hojat yo'q. 1 metrligi. Yevropalarda asosan shunaqa chisalkalar qo'llaniladi. Katta 1 metrli. Asosan молочный komplekslarga, sut yo'nalishidagi fermerlarga tavsiya qilib qolaman. 25 ta molga bitta chisalka yetadi. Agar sonini bilayotgan bo'ladigan bo'lsangiz, 220 da ishlaydi, adashmasam, 220 va narxi $900. Nega $900 deganingiz uchun bu juda ham качественный tovar. Bu yerga halam-balam narsalar ishlatilmagan. Даже cho'tkasidan tortib temir motorigacha, motorlari midyevoy, alyuminiy emas. Obmotkalari midyevoy, sal narsaga kuyib mazasi qochib qoladigan texnika emas. Keyingisi, bu menga yoqadigan mahsulot. Buni eski davrda King Konglar boyaga zubnoy cho'tka qilib ishlatganda bo'ylasangiz ham bo'ladi. Yo'q, bunaqa emas. Aslida bu devorga yopishtirib qoladigan chisalka hisoblanadi. Qanaqasiga yopishadi deydigan bo'lsak, mana bunaqa qilamizda. Mana bunaqasiga devorga yopishtirib qo'yasiz. Keladi mol tepasidan va qorin tomonidan qashlanadi. Juda ham zo'r tovar, qaranglar. $80. Zo'rmi? $80, qaranglar. $180 deganim esimdan ham chiqib ketibdi. Birini ko'rmay qolibman. Yopishtiryapmiz, endi charchadi, kuni bilan taxladik. Endi to'g'ri tushunasizlar sizlar ham. Unaqa negativ bo'lmasin. $180. Endi esa bu temani keyin tushuntiraman. Fermalarda kattakon bu juda ham arzon. Bu sizlarga yoqadi. Men o'zim bu narsani $440-450 dan bir vaqtlar sotganman. Hozir o'sha sotgan tovarimdan ham zo'r tovar bu. Uni ограждениялari plastik edi. Bu yerda metal. Bu metal degani nima degani? Bu degani bemalol qo'chqoran tiqsangiz bo'ladi degani. Plastikda qo'chqor yo bo'lmasa ozgina kattarsa qutirib chiqib ketadigan joyi bo'lishi mumkin. Bu metal naslli qo'chqor bo'ladigan bo'lsa tiqsangiz, o'zi aslida bu qo'chqor uchun emas. Bu katta komplekslarda 10 kunlik, 15 kun ichida boqiladigan buzoqlar uchun. Buzoqlarni individualni boqish, ya'ni har xil infeksiyalardan, har xil kasalliklardan va alohida ko'rimlar bilan boqadigan strukturali boks hisoblanadi. Endi bu nimadan yasalgan? Oddiy plastikdan deb o'ylashingiz mumkin, temirdan. Yo'q, bu stiklovolokna, karbonoviy. Issiq o'tkazmaydi, boyagi sovuq ham o'tkazmaydi. Qo'chqorlarga, ayniqsa boyagi arashan boqadigan akalarimiz bor, lyubitellar bor. Arashan, Edelbayt, Dorper naslga boqadi va pulga boyagi движениясini qildiradi. Kimda sog'liqlari bo'ladigan bo'lsa, pulga qo'shtiradigan akalarimiz bor. Пожалуйста, bu ham bo'ladi bu narsa. Endi alabay boqmasangiz bo'ldi ichida. Shu. Endi bu narsani aytaman. Bu tovarimizga keladigan bo'lsak, bu tovarimiz men bugun bu bilan tanishdim. Hali bu bilan ko'p tanishaman. Endi uchrashdim bu bilan. Bu Yevropada Italiyani brendi hisoblanadi. Bu bilan silos katta presslar kesasiz. Narxi ham bir
bombovoy topovoy narx. Bunga hali O'zbekiston balki tayyor emasdir, balki shunaqa fermerlar bordir, imенно mana shunga kerakli katta presslarda ikkiga bo'ladigan bordir. Imенно shu ba'zi bir nozik nuqtalarda ishchi kuch kerak bo'ladigan joyda men borku, men ochiqni aytaman, bu narsani nima uchun ishlatish xohladim. Karmarazdatchikda, boyagi vertikalniy karmarazdatchikda ba'zi bir karmarazdatchiklarda tishlari eskirganidan keyin, somon tiqqaningizdan keyin somon bitta joyga tiqilib qoladi. Uni ishoning, boyagi pichoq bilan ham olamiz. Imенно mana shu bilan kesib olsangiz bo'ladi. Bu juda ham zo'r. Ayniqsa vertikalniy ishlaydigan karmarazdatchiklarda pichoqlar yo bo'lmasam traktorning motor ojiz bo'lgan paytda tiqilib qoladi. Bo'ldi, shu bilan yo podshivniy ketadi, yo bo'lmasam boyagi val ketadi. Imенно mana shu holatlarda yordam beradi. Atak katta presslar, silosni bosgan holatda, bu degani silos ustiga chiqib bosib tushib ketaman degani emas. Buni o'zining sepi bo'ladi. Buni o'zining ishlash strukturasi bo'ladi. Qisqasi, $900 deyilyapti. No, agar kerak bo'ladigan bo'lsa, kelishilib, qarochi berib yuboriladi. Bu zo'r tovar, hali ishlatilmagan, onasi o'pmagan qisqasi. Buni ham ketdik. Endi esa eng nozik anaqa kumulyatsionni deydi-ku, shunaqa nuqtasiga keldik. Tak. Ha? Nimani? Domikdimi? Domikning narxi esimdan chiqib ketdi. Va, endi hozir men obunachilarim qarg'ashni boshlaydi. Datichu, $240. Kerakmi sizlarga? Bunaqadan juda ham ko'p. Tak. Maloshni taksi ham aytish esimdan chiqib ketdi. Endi uzr, charchadim, selodin yurdim-da endi qaytasizlar. Tak. 200 litr объемda sut tarqatish uchun buzoqlaringiz bo'lsa, sizni endi shunaqa zo'r fermerlarimiz bor. Boyagi 500 ta 600 ta molni taxlab tashagan. Brendovoy mahsulot. Это Kurtsan, Melasti, Arden, boyagi Barbaros, bular hammasi bir-biriga raqobat bilan xuddi mana bu Porsche, Audi, BMW, Mercedes-ku Yevropada, Germaniyada, Turkiyada imенно shu kompaniyalar bir-biriga shunaqa raqobat kuchiga ega bo'lgan kompaniyalar hisoblanadi. Kurtsanniki, aziz do'stlar, nega biz hamma kompaniyalardan olib keldik? Chunki mijozni, ko'ngli va istak xohishi har xil bo'ladi. Kimdir Kurtsanni yaxshi ko'radi, kimdir Melastini. Menga shu texnikani ishlatim, menga yoqdi deydiganlar uchun. Qaranglar, bunda nima fishkasi bor? Bunda sho'tchigi bo'ladi. Buzoqlarga maxsus sho'tchikda sutlarda alohida qo'yib. Buningiz bo'lganidan keyin, mana buningiz bo'lsa, fermangizda o'lib qoladi-da. Ana ishchi ham bor-ku, bemalol. Ayniqsa bitta narsani aytib o'tdik, buni ishlatishdan oldin mana bu olayotgan ishchilaringizni ozgina konsultatsiya qilib, buni o'rgatib, ko'p odamlar mana shuni ishlatishni bilmaydi. Men уже 2-3 ta sotganman, ishlatmasdan, даже qaytarib olgan kunlarim bor. Men ochiqchasiga aytaman-da, tovarni sotayotganingdan keyin uni xarakteristikasini bilib, ishlatadigan aqli, fahm farosati yetadigan odam olsa, bu juda ham maqsadga muvofiq-da. Buni fermerlar o'zi imенно shu yo'nalishdagi bo'lib yurgan fermerlar va kadrlarni yaxshi tayyorlagan insonlar tushunadi. Kerak bo'ladigan bo'lsa $3300, agar yo'q, yana 1-2 so'm o'tadigan bo'lsa desangiz, пожалуйста, keling, usta chiroyli qilib beramiz. Boshqa viloyatga mayli dastavkasini ham o'zimdan qilib beraman qisqasi. Keyingi fishkaga o'taylik. Videoda ko'p zerikib qolmaylik-da. Men bu uyda parrandasi bor, o'rdak, tovuq, qo'y, quyon. Keyin 5-6 ta mol bor akalarimizga ham boyaga smes qilib zo'r qilib beraman degan akalarimiz uchun ham juda ham zo'r drabilkalar olib kelib. Endi narxi bor-ku, narxi sut ekin bo'lib ketdi. U narxga ochiqni aytaman, bunaqa texnika olmaysiz-da. U narxga qo'y ham bermaydi. Bitta bunaqa kuxnyada ishlatadigan мясорубка ham bermaydi. Unaqa narx endi вообще endi hozirgi aytgan gapimdan keyin shuni ham qimmat desangiz, endi bezbet ekansiz. Agar siz shu gapni gapirib komment yozayotgan bo'lsangiz, qimmat desangiz, bezbet ekan, beti yo'q odam deyman men. Tak, endi keyingisi qaranglar. Buni men уже boshqa video qilib ishladim albatta. Yana bir ko'rsataman. Buni bunday ishlatamiz-da. Qarang, akasi. Tak, bu yoq bizni donimiz bor edi shekilli. Bizni donimiz qani? To'xtang. Biz donni olib olik-da. Makkaydan bering-da, men Makkayni ko'rsatay. Bering bu akalarga ham. Mana spesial sizlar uchun mana qaranglar nima qilyapman. Sizlar esa bitta like-ni zapadlo ko'rasizlar. Yo'q, qizg'anasizlar deganim. Mana bunday qilamiz-da. Sizlar uchun ishlaymiz. Bilasizmi? Работаем deydi-ku. Mana ikki qism soldim. Mana ikki qism soldim. Endi buni ishlashini qarang. Narxini keyin aytaman, hozir shoshilmang. Tak, narxini keyin aytaman. Qani, tak, bu yoniq ekan-da.
Ya, bo'ldi. Tak, bunday qilamiz. Ko'ryapsiz, aka, shuni. To'xtatdim. Bundakkina ichida mana shunaqa motor turibdi. Obmotkasi Midvoy. Qanaqadir xitoyskiy motor emas, bu hammasi rossiyskiy tovar, Rossiyani tovari. 6 oy men bularga 1 yildan garantiya beryapmiz. Qaranglar. Bu bam deydi-ku. Mana qaranglar qanaqa bo'lyapti. Mana qaranglar. Cho'jalarga, g'ozlarga, qo'ylarga, mollarga. Mana qarang, qanaqa. Mana ko'rsating. Ko'ryapsizmi? Makkani hozir ko'zlaringiz oldida qanaqa chiqarganim ko'rdinglar. Endi qolganini tanishtirmasam ham bo'ladi-yu, yo ishlatib beringmi? Endi o'libdi. Endi men sizga doказательство sifatida mana shuni ko'rsatyapman. Bug'doy bor. Endi qaranglar. Bug'doyni ham bunaqa chiqara olmasligi mumkin deyishingiz mumkin. Ichidagi mana bunaqa sitasi bo'ladi. Bu adashmasam 6lik, a? 5lik. Buni 2ligi bor, 4ligi bor. Bemalol o'zi shu yerda ham bor. 80 ming turar ekan. Agar olsangiz mayli, mana bittasi podarka mendan sizga bor-ku, agar shuni oladigan bo'lsangiz gap yo'q. Va agar yasaytaman deydigan bo'lsangiz, любой toker mana oddiy funksiya, unaqa qiyin narsa emas bu. Imенно mana shuni qilib bemalol ichida qo'yib ishlatsa bo'ladi. Razmerini olsangiz bo'ldi, atak bor. Bundan ham mayda qilsangiz bo'ladi. Endi narxlariga keladigan bo'lsa, keyinlar bir narx bilan tanishtirayda sizlarni. Tak. Narxiga kelishadigan bo'lsak, bunimiz $550. Da, 550 so'm deganim. Uzr, dollarga boyatdan beri fokusировать qilib qo'yibman, 550 ming so'm. Kattasini ham bir tanishtirib o'taydi. Qarang, don solasiz, somon solasiz, sotasini ham solasiz, uchtasi birda. Men bunaqani Kurtsannikini adashmasam o'tgan yil 3 yil oldin, 4 yil oldin pashi $470-500 atrofida sotganman. O'zi kelish bahosini o'zi $330-300 tushadi. Lekin $280 siz bunaqa drabilka topa olmaysiz va 1 yil garantiyasi bilan. Rossiyskiy. Mana bu motori Fufuo motorlar Xitoyniki emas, o'ziniki Midvoy obmotka, bilasizlar? Rossiyani o'zi kattakon xomashyo ishlab chiqaradigan bazalari bor. Hech qanaqa xomashyoni Xitoydan import qilib sotmaydi. Hammasi o'zlaridan ishlab chiqarilgan mahsulot. Buni ham fokusировать qilib diqqatga olib qo'yishlaring mumkin. Ya'ni Xitoy mahsuloti bor ichida, qanaqadir Fufuo narsalar ishlatilgan. Bu qaroch keraksiz gaplar. Keyingisi bunimiz 700 ming qilib beryapmiz bunisini va bunisini esa 550 ming. Hammasi bitta prinsipni bajaradi. Donli mahsulotlarni elab, maydalab, boyagi o'zingizni yo'nalishingizdagi hayvon bo'ladimi, parranda bo'ladimi, chorva bo'ladimi, o'shanga ratsion sifatida qo'llansangiz bo'ladigan drabilkalar. Narxlari bilan tanishyapman. Bular kichkinalari 6 oy garantiya beryapmiz. 6 oy garantiya deganda narxini ketdi mana. 500 ming, 550 ming va 700 ming. Tak, bunisi ham 550 ming ekan. 800 ming. Narxlarni yopishtirib spesialni aytayapman bu narsalarni. Tak, nega endi yashil bilan qizilni farqini aytamiz. Buni ichida bilasizlar, hozir maydalagandan keyin o'zini pichoqlari bo'ladi. Pichoqlari kalyonni bo'ladi, bunda nikalyonni. Ya'ni oddiy temir mahsulotdan qilingan pichoqlar. Bunda esa kalyonni pichoqlar. Ya'ni sizga uzoq muddatga ishlash berish xizmatini garantiya beryapti. Tak, 1.150 ming. Da, yo'q, 1.750 ming ekan, da. Uzr, adashdim ozgina. Lekin tagida mana ko'ryapsizlar, tagida boyagi chang bo'lib, bu yoqqa sachilib ketmaydi. Don mahsulot tagiga tushadi va soatiga 400 kiloda, soatiga 400 kilo. Zo'r-a, kichkinagina narsa, soatiga 400 kilo. Universalda почти o't ham tiqsangiz bo'ladi, ha, o't ozginadan o't tiqasiz. Boyagi 6 ta 7 ta moli bor odamlarga, yo bo'lmasa 3 ta 4 ta moli odamlarga bemalol yetadi. Narxiga arziydi, chunki molingiz o'zi ana yerda 30 million bo'ladigan bo'lsa, 1.750 mingga siz apparat olmaysiz, lekin ozuqangiz uchun ratsion tayyorlab beradigan uchun apparat olyapsiz. Bu ham sizga plus fishkaga o'ynaydi. Ratsionni to'g'ri berdingizmi,
boyaga aytayotgan apparatni maqtandim-ku, o'shani to'la-to'la qilib sut ham olasiz. To'la-to'la qilib sut oldingizmi, dasturxonni ham chiroyli qaymoq, sariyog' bilan ham to'ldirasiz. Ko'ryapsizlar nimadan boshlanyapti ish va nimadan tugayapti. Men hozirgi hamma videoyimda imенно chorva yo'nalishi bo'yicha hamma videolarda, to есть chorva yo'nalishidagi kerakli invertatsiya, ya'ni o'tda do B degan, ya'ni A dan B ga qadar hamma mahsulotlarni ko'rsatyapman. Yana bir bor qaytaraman, bular hamma mahsulotlar import bo'lgan mahsulotlar. O'zimizda ishlab chiqamiz, ya'ni qo'qonskiy variant yo'q bu yerda. O'shani ham ta'kidlatib o'tmoqchiman. Tak, bunimiz 1.750.000, bunimiz esa buni ham imенно shunaqa narx ekan va tak. Bunimiz o't uchun mo'ljallangan $250. Aziz do'stlar, $250 siz bunaqa katta ola olmaysiz. Ana yerda sotyapti. Endi qaranglar, yana bir narsani aytib o'taman. Boyaga chaqmoq, paqmoq deydi-ku, katta ishlaydi. Uni xavfsizlik tizimi yo'q. Oddiy qilib tushuntirib aytaman sizlarga. Kelinglar, bitta shunga men buning mahsulotini yomonlashmas. Juda ham kichkina bo'ladi, pastroq bo'ladi. Bu nimaga tepaga? U kichkina. Chunki u ochiq bo'ladi. U yerga somonni ko'rib tiqasizda ko'plarda. Yosh bola yo qo'lingiz kirib ketishi xavfsizlik jihatidan noto'g'ri. Bu yerda kichkina motor juda ham pastda joylashgan. Yosh bolani qo'li yetmaydi. Xavfsizlik jihatida ham ahamiyat berishlaringiz kerak. Tovarni oldim, menga o'sha mahsulot chiqarib berishmas. U tovarni boyaga o'sha drabilkani ishlatayotganda uni kim ishlatyapti, atrofida kim bo'ladi, bunga ham fokusировать qiling. Chunki ishlatayotganingizda farzandingiz yo bo'lmasam kimdir hazillashib tosh otib, yo bo'lmasam hazillashib nimadir otsa, ichiga ketdi. U как мясорубка. Bu yerda esa ko'ryapsiz, bitta qo'lim sig'adi. Anaqa sig'maydi. Odam yo bo'lmasam katta narsa sig'maydi bu yerda. Kichkina porsiyadan sig'arasiz, lekin 220 da ishlaydi, vang'illatib chiqarib beradi. Xavfsizlik jihatidan ham plus-minusga ham ozgina aqlli ishlatish kerak deb o'ylayman. Boyaga katta chaqmoqlar bo'ladi, uni kuloglar ochiq bo'ladi. Bu sal noto'g'ri deb bilaman, men o'zim shaxsiy fikrim. Aziz do'stlar, sizlarga mahsulotlarni ko'rsatdik. Menimcha kerakli bo'ldi deb o'ylayman. Endi bitta narsani sizlardan so'rab qolaman, videoni ko'rdinglar. Aziz do'stlar, bir narsani aytish esimdan chiqib ketibdi. Hozir ko'rsatgan barcha mahsulotlarimizni uzun nasiya orqali kelib shartnoma qilib ketsangiz bo'ladi. Ya'ni bo'lib berishga. Apparatlar bo'ladimi? Boyagi 500 minglik tovarlarimiz, boyagi drabilkalarimiz bo'ladimi? Barchasini uzun nasiya orqali bo'lib to'lashga olsangiz bo'ladi. Bu juda ham zo'r. Chunki hozirgi kunda uzun nasiyada bunday mahsulotlar o'ta kam. Ko'rib turgan aytgan hamma mahsulotlarim uzun nasiya orqali olsangiz bo'ladi. Aziz do'stlar, video zo'rinda yoqadigan bo'lsa, bizdan yiroqlashmang, obuna bo'lishdan charchamang, like bosishdan charchamang, kommentlaringiz mayli negativingizga ham roziman. Bizdan eng muhimi yiroqlashmang. Biz sizlar bilan bormiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bo'ldi.